Xo'p, hurmatli do'stlar, mana qera deb o'ylaysizlar. Biz bugun Vobkin Avtotexnik xizmat avtosalonini servis ko'rsatishini, ya'ni UzAvto Motors tomonidan keladigan barcha ehtiyot qismlar borligini aniqlash maqsadida hozir shuni omborxonasiga kelganmiz. Hozir ana Mirjon aka bor ekanlar, shundan batafsil ma'lumotlar so'raymiz. Narxlarni ham aniqlik qilamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting, bundan qiziq ma'lumotlar bor. Mirjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka. Yaxshimisiz aka? Ishlar zo'r, tinchmi? Mana hozir omborxonani ko'ramiz. Liboy xil mahsulot bor. Barcha UzAvto Motorsda chiqarilgan mashinalar uchun avto ehtiyot qismlar bor. Bor. Mo'ylari ham bor. Mo'y, motorli mo'ylar. Mana motorli mo'ylar bor ekan. Antifrizda ham bor. Korobka mo'ylari. Korobka mo'ylari uchun filtrlar, barchasi bor. Filtrlar. Xo'sh, UzAvto Motors tomonidan ishlab chiqariladigan xo'sh, Nexia, Gentra, Cobalt, Malibu, Tracker, Trailblazer chiqib barcha turdagi mashinalar uchun ehtiyot qismlar bor. Narxlari qalay? Hammaga qiziq. Bozorda ancha arzon. Ancha arzon. Garantiyasi bilan beramiz. Xo'p. Champion svechalarimiz bor. 160 ming so'mdan komplekti. 160 ming so'mdan komplekt. Bozorda bu narxi qancha misol uchun? 180 sotiladi. 180 ming so'm. Bu yerda 160 ming so'm, 20 ming so'm bitta svechani o'ziga farq qilyapti aka. Shunday. Xo'p aka. Bu yerda sababi zavod narxida bo'ladi, ha? Xuddi shunday. Bachoklar, antifriz bachoklar, Nexia uchniki 95 ming so'm. 95 ming so'm. Bozorda 110 ming so'm. 110 ming. Akalar, 10 ming, 20 ming so'm shu yerdan olib sotadigan aka-ukalarimiz tirikchilik qiladi, lekin bularda polni bozor narxida liboy mana. Matris ishlab chiqarilmagan bo'lsa ham bakovoy o'yna. Bakovoy o'yna. Kimga kerak bo'lsa, svechalik, original. Originali UzAvto Motors tomonidan bakovoy o'yna. Xullas akalar, mashinalaringiz eski, ishlab chiqarishdan to'xtatilgan bo'lsa ham, lekin bu yerda ehtiyot qismida liboy bor ekan. Benzin baklar ham bor. Benzin baklar ham bor. Captiva, Matiz, benzin baklar hammasi bor. Xo'sh, faralar, tumankalar, kuzovnoyda ham hammasi bor. Granatalari bor. Granata. Amortizatorlar bor. Bu nimasi? Onyx Older Store. Older Fara. Onyx Older Fara. Bu liboy. Xullas akalar, mana Mirjon aka aytib o'tiribdilar, bemalol manzil o'sha Vobkin Avtotexnik xizmat saloniga shuna kelasizlar. Istalgan ehtiyot qismini olib ketishlaringiz mumkin. Sizlarga Matizga sizlarning yangi topish mumkin emas deysizlar mana. Olaverasizlar, bemalol narxi ham arzon ekan bu yerda. Stop labolarda oldin faralar, oldin fara. Bizada bu komplektini Radnoy labo fara. Fara. Uni Xitoydagi emas, qirilib, foni uchun bunaqa narsa bermaydi. Bemalol kelinglar, mana spoilerlar ham bor ekan. Bemalol. Akalar, xullas joyda udari, manzil o'sha Vobkin tumanidagi Vobkin Avtotexnik xizmat ko'rsatish salonining biqiniga, bu yerda avtomashina ham, ehtiyot qismi ham, servis ham, xullas hammasi bir joyga. Shunchaki kelasiz, boshqa joyga ketmaysiz. Bitta joydan hamma ishlaringiz bitta ekan. Batafsil ma'lumot uchun pastga nomerlarni qo'yamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting deb hammalari uchun rahmat.